يا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Hürmetli qarindoshlar. Bir necha kundan keyin biz ishtiyoq bilan kutayotgan ulug' Ramazon keladi. Bu aziz mehmon qancha tiz kelgan bo'lsa, shuncha tiz ketib qoladi. Undaq bo'lgan ekan, har bir o't yurak mu'min musulmon qarindoshlarimiz bu ulug' kunni oliy himmat bilan ve ulug' ibodatni qilish bilan ve shundoq qilishga iroda bog'lab ve shundoq qilishga bir plan tuzish bilan bu Ramazonni kutib olish kerak. Hamda Rasul Akram sallallohu alayhi ve sellem bu Ramazonda ajoyib ulug' ibodatlarni qilish bilan bu Ramazonni o'tkazgan. Şu Rasulullah bu Ramazonda qilgan eng ulug' ibodatlarning birisi itikof. Endi bu itikof degan qarindoshlar insonning ruhini poklaydi. Biz bu turmush halakchiligida, hayotning bu oldirashlarida bizning qalbimiz, tafakkurimiz, aqlimiz bulg'undi, qalaymi qolishidi, yuragimiz qariyib ketadi. Turmush bizni shunday qilyapti. Endi bu itikof qilish orqali biz mushu hayotlikdagi turmush halakchiligidan, aldirashchiligidan, ilim berim, mush nurg'un ishlarni yilda bir necha kun tashlash orqali mana bu qalbimizning, ruhimizning, aqlimizning bulg'unishini tozalaymiz va yuksaltiramiz. Endi bu itikof degan so'z arab tilida bir ishqa taltukuz butunlay berilishni ko'rsatadi. Islomdagi iste'mol ma'nosi bo'lsa, imomi bor, ma'zini bor, jamoat bor bir masjidda bir necha kun turib Alloh subhanahu va taologa qulchilik qilishni ko'rsatadi. Demak, itikof Alloh subhanahu va taologa toat, ibodat qilishni. İtikof Rasulullah'ın sünnetini ada qilishni, itikof ma'lum vaqtda masjid turib Allohga yiqilishni ko'rsatdi. Hamda Oyisha onamiz Rasulullah'ın itikof qilganligini bayon qilib shunday deydi. Kana Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem ya'takifu 10 al-awakhir min Ramazan hatta tawaffahu Allah. ثم اعتكف أزواجه من بعده. Rasul Akram sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın o ahirki onda itikaf kılattı. Ta ölüp ketkiçilik muşundaq kıldı. Rasulullah ölüp ketkendikin Rasulullah'ın ayalları itikaf kıldı deydi. Hem de qarindoshlarimiz Ramazan'da hamma musulmonlar ro'za tutadi. Lekin ro'za tutganlarninki darajasi o'xshashmaydi. Bazı adamlar, belki köpünçe adamlar içinarlıq yeri şuki, içinişlik yeri şuki, fakat eğizilam roz tutulu. İkinci kişiler olsa hem eğizi, hem küzi, kuli, hem roz tutulu. Ama üçüncü bir kişiler var ki bunların kalbi roz tutulu qarindoshlar. Bütün kalbi Allah'a verildi. Bir günde 24 saatning az bo'lganda 12 saati Allohni zikr qilish, Alloh toat ibodat qilish bilan mashg'ul bo'ladi. Unda bo'lgan ekan biz bu ulug' kunlarni haqiqiy ro'za tutuvchilarning ro'zasini tutib o'tkazishga tirishishimiz kerak. Abu Hurayra radhiyallohu anhu shunday deydi. Rasul Akram sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazanda 10 gün itikaf kılattı. Ama ölüp gitadigan yildeki Ramazanda 20 gün itikaf kıldı deydi. Ayşe anamız Resulullah'ınki muşu Ramazan'ın ahırkı 10'da muşu ahırkı 10'da dedi. Resulullah iştandan beğini pişik bağlap keçillerini uxlamay
bütün ailesini ibadatga safarbar qilib mushundoq o'tkazadi deydi. Mana bu biz Rasulimizning Ramazonni qilgan toat ibodatlari qarindoshlar. Bizmi mana mushu ulug' Ramazonni mushundoq Rasululloh qanday o'tkazgan bo'lsa, shundoq o'tkazishga hozirdan boshlab bel bog'lashimiz, hozirdan boshlab planlashimiz kerak. Endi bir yilda 365 kun bor. Bu kunlarda biz bola boqimiz, jon boqimiz, pul topimiz, uni qilamiz, buni qilamiz deb turmushninki halakchiligida bo'lamiz. Endi mush Ramazonda 10 kun itkob qilib qo'ysak, butun mahluqotlar bilan bo'lgan aloqamizni uzib, butun ilm bilim, dunyo mashg'ulotlarini tashlab Alloh bilan aloqa qilsak, bu bizningki biri Ramazonga bo'lgan astoydilligimizni, ikkinchisi ma qalbimizni, ruhimizni bir poklashning nati yaxshi fursati qarindoshlar. O'ylab baqili, mushu musulmonlarda 100 ko'y pul topsa, 2,5 ko'y zakot beradigan bir ish bor. Endi Ramazonda 10 kun itkob qilsangiz, 365 kunning 2,5% to'g'ri keldi. Ya'ni bunda deganlik, ya'ni 10 kun itkob qilish 365 kunning zakati deganlik bo'ldi. Mana bu kunlarda musulmonlar o'zining butun kunlarini toat, ibodat bilan o'tkazdi. To'g'ri, musulmon katman chapsi ibodat, tijorat qilsa ibodat, bola vaqsi ibodat. Lekin ma 10 kunda butun mahluqotlardan aloqasini o'zib faqat Alloh qilib beg'ishlaydi. Ya'ni yilda bir qatam o'zini bir qatam isloh qiladi. Mana bu fursatda o'zininki Alloh bilan bo'lgan aloqasini bir qo'r ko'zdan kechirib chiqadi. O'zining Allohning haqqidan nadi ketkizib qo'ydi. İslamның haqqını qanchalik ado qildi, qilmadi. Oilasining haqqını qanchalik ado qildi, qilmadi degandek bir qo'r hisoblarni qilib chiqadi. Mash Ibn Qayyim Javziy rahmatullohi alayhi deydi, itkob demak bütün inson o'zining vujudini, qalbini Allohga atash demak. Chunki insonning qalbini 4 narsa qaraytib yetadi deydi. Birinchisi yemek içmekni köp yiyish, köp içish. İkincisi köp gap qilish. Üçüncüsü köp uxlash. Dördüncüsü keskenmez odamlar bilan köp aralashış deydi. Mush 4 narsa insonning qalbini qaraytib yetadi, qetib yetadi. Endi buning dorisi nada desa, buning dorisining hammasi Ramazonda deydi. Qanda desa, ro'za tutish orqali ko'p yeyish, ichishni davolaymiz deydi. Qur'on o'qish, vaqtni g'animat bo'lish, Allohni zikr qilish bilan ko'p gap qilish degan bu kasalni davolaymiz deydi. Kechalari tarovih o'qish, qiyomul layl o'qish bilan ko'p uxlashdan iborat bu kasalni davolaymiz. İtkob qilish orqali butun mahluqotlar bilan bo'lgan aloqamizni uzib, faqat Alloh bilan bo'lgan aloqamizni qo'yib, mush orqali uning bilan ko'p aralashishdan iborat bu kasalni davolaymiz. Demak, mushu Ramazonda inson mush yurakni qaraydi deydigan, mush 4 kasalni davolaydigan eng yaxshi fursat deydi qarindoshlar. Ramazonning oxirgi 10i kirgandan keyin qarindoshlar. Demak, bu Ramazonning ketib qoldiganligining derik. Bu aziz mehmonninki ketib qoldiganligining derik. Unda bo'lgan ekan, biz bu qimmatli fursatda tirishchanlikning ustiga tirishchanlik qilishimiz kerak. Chunki biz bilamiz, bir muhim narsa qo'limizdan ketib qoldiganligini bilsak, xil ishlarimizni tashlaymiz. Necha vaqt tamoqimizdan voz kechimiz. Xil qimmatli ishlardan voz kechib, shu ishni qo'lga kiritishga tirishamiz. Mana bu Ramazonningki oxirgi 10da itkob qilish bo'lsa, shu sababdan ey qarindoshlar, Rasul akram sallallohu alayhi vasallam deydi, kimki o'rindan turib, uning g'ami dunyoli bo'ladi ekan, Alloh kambag'allikni uning ko'z oldiga akib qo'ydi deydi. Shuning bilan vashattata shamlahu deydi.
Onun bütün kan işlerini birisini aynaga çuval çarak aşında qilib yani. O aş dünyanın kayını onu qısbu aplaşmay, bunu qısbu aplaşmay, onu qıs uğulup ay bütün qaşını dünya bilan bulab ketgan qilib qo'ydi deydi. Demek biz bu Ramazanda ahirgi 10 kunlarda mush dunyo bilan bo'lgan aloqamizni uzib bir 10 kun Alloh subhanahu va taolaning rizoligida itkabda o'ltirayli. Itkabda o'ltirib, hey qarindoshlar, hey sizlar Qur'on o'qib, yurikinglar pish qimig'ili qancha uzun bo'ldi. Rasulullohning tercümalını okusanglar, Resulullah'ın hadislerini anlasanglar, ko'zinglardan taramlab yosh ahmıqlık qanchalik bo'ldi. Sizlar o'zinglardan, iymoninglardan ansirmamsizlar. Sizlar qiyomat kunisi jannat kirdigan kishilarning qatoridan bo'lamsizlar, yo bo'lamamsizlar, buningdan ansirmamsizlar. Sizlar bir musulmon shaxs bo'lish sifatinglar bilan İslam'a qarta mecburiyetinler var. Müslüman ümmeti qarta mecburiyetinler var. Muşunu ada kıldınlar mı, kımıdınlar mı? Bunundan ensirmemsizler. Sizler Allah'ın hakkında nede ketkizip koydunlar. Maş 365 gün içinde nemişlerini kıldınlar. Kaysı günahlarını kılıp tövbe kımıdınlar. Qaysı günahlarını qilib, o günahlarga tövbe qilmay unutulib ketdinglar. Günahni qilib tövbe qilmaslik, tövbeni kichiktirib qo'yganlikning o'zi tövbega muhtoj bo'ldi qarindoshlar. Günahga bir tövbe qilsan, günahni qilib tövbe qilmay, tövbeni kichik deganligi uchun yana bir qatam tövbe qilasan. Mana bu itikobda o'ltirib, inson mush bir qator masalalarni ko'z oldiga akilib bütün zihnini, aklini, tefekkurunu, vücudunu muş meselelerine qaratib, bütün dünya meşgulatıdan kol üzüp, bir 10 gün Allah subhanahu wa ta'ala'nın aldığında oturup, Allah'ın ziyafetini kubul kılıp, muşundak ötküzüş bolsa, bir mümin için nihayet muhim qarindoshlar. Yeni bir ahiretki mesele olib qalsa, muşu İtkab qilishdan iborat bu sünnet musulmonlar arasida tark etilib qolgan bir sünnet. Biz inshaalloh mush Ramazonda mush sunnatni qilsak, tark etilgan bir sunnatni tirgizgan bilamiz qarindoshlar. Buning ajri nihoyat ulug' dinimizda Rasulullohning tashlanib qolgan sunnatni qilib, mush sunnatni qaytadan tirildirsa, bu qilgan nama amalning nihoyat quvvatli bo'lganligi kitaplarımızda kayıt kılınan. Bu Ramazan ketip qoladi qarindoshlar. Hem bir Ramazan'a biz bamu yok mu bilmeymiz. İbn Şihab degan zat shundoq deydi, bu musulmonlar adam hayron qoladi. Rasululloh Madinaga hijrat qilgandan tortib ta tugab o'lab ketkichilik itkobni tark etib baxmidi, lekin bu musulmonlar tark etyotdi. Şunun için bu Müslümanlardan ben hayran kalaman deydi qarindoshlar. Biz bu Resulullah'ın sünnetini terk etmeyli. Bulup mu Ramazan'da itkab qilish, Ramazan'ın ahir 10'da itkab qilish her bir Müslüman'a ta'kidlangan sünnet. Yani kilip bu Ramazan'ın ahir 10'da Kadir keçisi var. 1000 aylık ibadetinin ecri birildiğin Kadir keçisi var qarindoshlar. Biz maş 10 günni itkab bilan o'tkazdik deganlik bu Qadr kechisini topdik deganlik bo'ldi. Mushnim qo'ldan berib qo'yamdi qarindoshlarimiz. Allah subhanahu va taala mush darsni anglagan qarindoshlarimizning bu yil itkabda o'ltirishga nisb qilishni men Allohdan tilayman. Hey qarindoshlarimiz, dunyoda itkab qilishga biz Uyg'ur musulmonlaridek ehtiyoji adam yo'q. Chunki bu itkablarda mushundoq Allohning huzurida, Allohning ziyofati bo'lib, har qanday tilak tilsak Alloh beradi. Har qanday duo qilsak Alloh ijobat qiladi. 10 kun turib mush ruhiyatimizni, mush qalbimizni, aqlimizni dunyoning kirlaridan yuyib, bir isloh remonat qilgan bir eng ultum fursat. Bunu qo'ldan bermaydi. Oxirsida mendek bir bechoraga duo qilib qo'yishni ham unutib qolmayli. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.